hammasini ochiq oydin ko'rsataman, faqat kulmanglar. Ko'zimni chirt yumib, hamma dog' bo'lgan sochiqlarimni, qaynonamdan yashirib qo'ygan sochiqlarim hammasini olib chiqdim. Aytdim-a, boshida kulmanglar deb. Qaranglar, hamma joyi dog' bo'lib ketgan, ketmaydigan dog'lar. Bu sochiq onamning sarpalaridagi sochiq menga qilganlar. Hamma sochiqlarni eslab qolinglar, dog'larini bittama-bitta ko'rsatganman. Bu sochiq ko'rinib o'tib ketsanglar ham roziman. Xullas, hammasini tog'oraga solamiz, ustidan parashok solamizda. Qaynab shaqillab turgan suv ustidan quyamiz va menga o'xshab ko'pirishini tomosha qilamiz. Lekin afsuski, shu joyda xato ketdi. Kichkina tog'ora tanlab qo'yibman. Keyin yana boshqa tog'oraga ag'darishga to'g'ri keldi. Bu eksperimentni men kechqurun qilganman. Ertalabgacha qo'yib qo'ydim. Ertalab turib, hammasini siqib kir moshinaga sovordim. Kir moshinadan chiqqandan keyin neguz bilan qarayki, eski umuman ketmaydigan dog'lardan asar ham qolmabdi. Hayron qoldim. Bu sochiq vobshe qotib ketuvdi. Bana qaranglar, yangidek bo'ldi. Ham sochiq esinglardami? Boy ko'rmanglar deb o'tib ketgan. Dog' qatirganimni ko'rsatmayman-ku. Bularning hammasiga akvamarin sababchi.